Bizani ventilyatorimiz ko'rinishidan kichkina bo'lishidan qaramay, boshqa turdagi ventilyatorlardan ancha kuchli shamol berishi bilan ajralib turadi. Ixchamgina buzilgan, ko'p joy olmaydi va eng muhimi yengilgina etib ishlangan. 3 skoroustda ishlaydi. Ko'rib turganlaringizdek, aylantirib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bana borib aylanib kelib turadi. Ikkinchi skorusi, uchinchi skorusini ko'rib turibsizlar. O'chiradigan knopkalari bor. To'q yeyishine kelsak 65 watt yeydi. Bir saatda 65 watt ishlatadi. 10 saatga qilib qo'ysangizlar 650 watt bo'ladi. 10 saatda 1 kilowatt ham to'q yemaydi deyarli. O'zini pulti chiqadi. Timer qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xolasiz 1 soat, xolasiz 2 soat, keyin o'zi avtomatik o'chib qolish xususiyatiga ega. Va bu ventilyatorimiz 5 parrakli bo'ladi. Bahasi 420 ming so'mdan.